Adamların ülkenin ecirleri olsun ve ihsanlı sebepçisi Muhammed Resulü Kebmi nebireleri eken Huday Tebarek ve Teala nikahını şarafatının sözü bizlerini demek cemlet Huday Tebarek ve Teala'nın bularını hakklığa dua alışlı maksatında karındaş olup mahalle yakın yol buradarlarını çakırı dasturhanı yazıp dua alışlı maksadı şakırgınken Huday Tebarek ve Teala bu şakırgılarını Huday Tebarek ve Teala bize icabet eylesin. Maksatları dua alışlı hem de bir ilmi meclis niyetleri, barekeller şu münasebet bile özümüzge tanırdık. Damla buğumuzun nebireleri, dehkatçılık, Cemal'dan kağıdı teşrif buyurgenler, sözde okuşuya birimiz merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî cealen nikaha sünneten lil enam ve fasilen beynel halal vel haram. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedinillezî kal en nikahu sünneti femen râgibe an sünneti feleyse minni. O'zining bandalariga nikohni vosita qilgan, joriy qilgan, shu nikoh bilan harom bilan halolning orasini ochiq oydin bayon qilib bergan Robbimizga hamd va sanolar bo'lsin. Va o'zlari nikoh bilan yashab, nikoh mening sunnatimdir. Kim nikohdan yuz o'girsa bizdan emasdir degan ikki olam oftobi sayyidimiz Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga barchalarimiz taraflarimizdan salovat va shariflar bo'lsin. Va Rasulimiz alayhissalom risolatni olib kelganlarida u zoti barakotning yonlarida turgan va bizgacha dinni yetib kelishiga sababchi bo'lgan sahoba-i kiromlarga Allohning salomi, rahmat va barakoti bo'lsin. Qolaversa, qimmatli vaqtini ayamasdan hammamiz uchun qadrli bo'lgan xonadonlardan biri vatandoshimiz, millatdoshimiz, dindoshimiz Toshpo'lat og'amizni farzandlarini shukrona valimatu ahdin nikoh dasturxoniga yaxshi niyat bilan qadam ranjida qilgan barcha aziz mehmonlarga Alloh taolo ko'p ajr mukofotlar bersin. Ilohim xonadonga kirib kelayotgan kelinni qadamini qutlik, barakotli qilsin. Shunday barakay garchi kelin kirib kelishligi bilan Piyoto'ramizni ishlari yurishib, jam pullari milliardlarga yetib ketmasa ham avlodidan solih solihalar, hofiz hofizalar, yaxshi zurriyotlar chiqadigan barakot bersin. Kelin bilan kuyovni bir-biriga Alloh libos qilsin. Yaxshiligini oshiradigan, yomonligini yashiradiganlardan bo'lsin. Ilohim yangi bo'lgan qudalarni, qudachiliklarni uzoq yillar davom ettirsin. Aslar doim qayga borsam aytaman, birortamiz bu yerga ovqat uchun kelganimiz yo'q. Hammamiz birinchisi sunnat uchun keldik. Zero Habibimiz aytadilar, sizlarni biron joyga chaqirsa boringlar degan. Boringlar. Shu sunnat amalga oshsin deb hammamizni chaqirgan, alhamdulillah keldik mana. Va maqsadimiz yoshlarni haqqiga duo qilish. To'ylarni muborakbod etish. Xonadon sohiblarining maqsadi ham shu. Siz azizlardan duo olish, farzandlarni haqqiga yaxshi niyatlarni bildirishinglar uchun hammamizni jamlab turibdi. Alhamdulillah, mana birinchi taomlarni
yedik. Endi ikkinchi taomgacha ozgina dinimiz haqida fikr almashib suhbatlashar ekanmiz. Dar haqiqat inson ikkita narsadan iborat. Jasad va ruhdan iborat. Ikkisiga ham ozuqa kerak. Jasad ne'matlar, ovqatlar bilan ozuqalanadi. Qancha bunga yaxshi ovqat bersak, shuncha semiramiz, quvvat olamiz. Ana endi ruhchi desa, ruh go'zal suhbatlar bilan, ilm bilan, ma'rifat bilan ozuqalanar ekan. Ikkisiga ham doim ozuqa berib turishlik kerak. Ikkisidan qaysi biriga ozuqa bermasangiz, ana o'sha zaif bo'lib nimjonlashib qoladi. Lekin afsuski ba'zi odamlarni ko'ramiz, juda jasadiga e'tibor bergan. Juda o'ziga qarov yaxshi, yaxshi yegan, yaxshi ichgan. Lekin ruhiy, ma'naviy ozuqa olmagan. Bu tarafi ma'naviyati juda ham qashshoq. Bir yigit aytayapti, ana o deydi, bizning masjidimizni iymoni bor-ku dedi. Kim desam, bizning masjidda iymoni deydi. Voy uka, iymoni bo'lmaydi, imomi bo'ladi desam, nima farqi bor? Voy farqi bor. Imom deganda oxiri nima bo'ladi? Iymon deganda oxiri nima bo'ladi? Ikkov farqi bor ikki so'zni desam, ha o'sha daligi birinchi saf ko'targan iymoni bor-ku deydi. Shu darajada ma'naviy qo'shoqki, hamma narsani biladi, lekin iymon bilan imomni farqi bor deydi. Qur'on o'qing desak, Qur'on o'qishni bilmas ekan. Duo qiling dedik. Amin dedi. Assalomu alaykum va assalomu alaykum dedi. Voy salom bering demayapmiz, duo qiling. Duo qilishni bilmaydi. Bir oyatdan bilmas ekan. Ertaga otangiz onangiz o'lsa nima qilasiz? Ha masjidda iymoni bor-ku, shularning vazifasida shular o'qiydi deydi. Ko'ryapsizmi? Lekin juda biyonlar zo'r, yeb ichish zo'r. Ana ruhiga ozuqa bermagan, ma'naviy qashshoq bo'lib qo'ygan. Ba'zi yigitlarni ko'ramiz, zalga borgan, tosh ko'targan, mana yonboshlarni bilaklarini chiqarishib olganda, futbolkadan yo'lib chiqib ketaman. Juda biyog'i zo'r. Ketyapmiz. Yozib qo'yib tepaga. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat desa, qoraga dedi. Bu kelajak nima degani o'zi deyapti. O'zbekcha so'zni tushunmayapti. Boshqa til emas. Lekin biyog'ini ko'rsangiz ot o'rkiydi. Uchinchi yigitlarga aytaman, ha tosh ko'tarib, manonga ishlab o'tmasdan bilakka, manon miyaga ham ishlab turish kerak. Bunga ham sal kitob o'qib, suhbat eshitib, ishlash kerak bunga ham. Ayollarimiz bor, juda ko'p qarasangiz, juda poson zo'r. Millionlab pulni o'ziga oro berib, yuziga choplab olgan. Lekin ma'naviy qashshoq. Hech narsani bilmaydi. Yarim soat gaplashsangiz, ko'nglingiz aynib ketadigan odamlar bor. Endi faqat ruhiga ozuqa berib turib, jasadni qantarib qo'ysa ham bo'lmaydi. Undan nimjon bo'lib, ibodatlarga ham, yurish-turishga ham yaramay qolasiz. Ikkoviga ham kerak. O'shuning uchun aytadiki, insonni qalbini, ruhini ozuqasi go'zal suhbat deydi. Go'zal suhbat. Odamda bir parcha go'sht bo'ladi deydi hadisda. Bir parcha go'sht. Agar o'sha bir parcha go'sht qoraysa, odam qorayib ketadi. Butun jasad buziladi. Agar shu toza bo'lsa, butun inson jasadi hamma joyi aqli toza bo'ladi. Vahiyal qalb dedi hadisda oxirida. U qalb dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U qalb dedi. Qalb asli juda ham toza narsa bo'ladi. Qalbda yangi tug'ilgan bolada gard yo'q, bo'lmaydi, uni kir bo'lmaydi. Do qarasangiz,
Dunyoda yosh bolani xunigi bo'lmaydi. Hamma dunyodagi hamma yosh bolalar chiroyli. Qarasangiz maza qilasizda, yosh bolani ko'rganda nima birinchi yuzida tabassum yuguradi. Ko'chada nasringiz buzilib keldi, gayiga praviz oldirib qo'ydingiz yo pulingizni ola olmay kelsangiz, nevarangiz bolangiz yugurib chiqsa, kayfiyatingiz ko'tarilib ketadi-da. Nimaga? O'sha yosh bolaning qalbi tozaligidan. Yosh bolada ma'sum unda samimiyat bor. Juda ham pokiz, u farishtaga o'xshaydi. Ve Afrikadagi negerni bolasiga qarang, qop-qora bola. Lekin chiroyli bo'ladi shu qop-qora bola ham. Qarasangiz istana bor haligi bolada. Yosh bolaning xunigi yo'q. Keyin inson balog'atga yetgandan keyin haligi gunohlar ko'chasiga qadam qo'yishni boshlaymiz. Noma'qul ishlarni qilishni boshlaganimizdan keyin qalbimiz qorayadi. O'sha qalbning qoraligi keyin insonning gunohi yuziga urib ketadi. Keyin insondagi istara ana shu nur ketadi. U nafaqat insonlarda va hattoki hayvonlarda ham bilinar ekan domla bu. Qarang, qo'ylarning ichida hamma qo'zilar chiroyli bo'ladi. Qo'ydi bolasi qo'zichoq chiroyli. Hamma molni bolasi, sigirni bolasi, buzog'i chiroyli bo'ladi. Otni ham bolasi chiroyli. Hamma narsaning kichkinasi, jajjigina chiroyli bo'ladi. Nimaga? Ular ham o'lishmaydi. Katta bo'lgandan keyin, bo'zagam katta bo'lgandan keyin uni bu makapasiga kirib qo'ysa, sigir o'lgandan keyin, novvos o'lgandan keyin u ham hali kichkinaligidagi samimiyat chiroyli u ham yo'qolib boradi shaq chiqqandan keyin. Odamlar ham shu uni buni makapasiga kirib qo'ysa, endi keyin bizda ham istada ketib qolar ekanda. O'sha qalb bor deydi. U bir parcha bo'ladi deydi. Oppoq bo'ladi. Unga o'sha 12-13 yoshga kirgandan keyin bitta gunoh qilganingizda bitta qora nuqta tushadi. Bitta qora nuqta. Keyin ertasi kun yana bitta gunoh qildingiz, yana bitta qora nuqta. Har kun gunohlar qilavergandan keyin qora nuqtalar tushib, oxiri bu yarim shapaloqdek narsa yillar davomida oxiri qora qalbga aylanib bo'lar ekan. Qorayib ketdi endi. Endi unga gap ta'sir qilmaydi unga. Gapirsangiz bu yoqdan kelib, bu yoqdan chiqib ketaveradi. Bilganini qilaveradi. Bu qalbi qora odam ekan, qalbi qatib ketgan deb qo'yamiz. Endi o'sha qoraygan qalbni oqartirsa bo'ladimi desa, oqartirsa bo'ladi deydi. Alaykum bi mujalasati al-ulama'i wa istima' al-kalam al-hukama fa inna Allah ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyit bi nur al-hikma kama yuhyi al-arda bi ma'i al-matar deydi. Sizlar biror majlisda o'tirsanglar, o'sha o'tirgan joyingizda hikmatli, dono so'zlarni, Allohni va Rasulining so'zlarini eshitsanglar, o'lib qorayib ketgan qalbinglar Alloh tiriltiradi deydi. Xuddiki o'lgan yerni, suvsirab qaqshab ketgan yerni yomg'ir suv bilan tiriltirgandek, sizlarni ham o'lgan qalblarni oqartirib tiriltiradi. Nima? Go'zal suhbatlar bilan deydi. Shunaqangi suhbatlar o'sha qorayib ketgan qalbimizni tozalar ekan. Qanday? Go'zal suhbat haligi nolovoy najda qog'ozga o'xshar ekan. Eshitaverasiz, sekin ishqalab, oxiri u yana avvalgidek oppoq holatga kelar ekan. Ana qalbi toza bo'ldi. Endi u odamga gap ta'sir qiladi. Endi eti jimiraydi. Endi ko'ziga yosh keladi. Endi boshqacha odam bo'ladi. Mana shu suhbatlar insonni qalbini tozalar ekan. Demak, eshitib turishlik kerak ekan. Insondagi eng o'zgaruvchan narsa ham qalb bo'ladi. Eng sezguvchi organimiz ham qalbimiz hisoblanadi. Qalbda qangi sezgir narsa yo'q.
Boshqa joylarimiz kimdir teksa, chimdisa yoki sal bo'lgan shabodani degan shabodani ham tanamiz sezadi. Lekin qalbchi desa, qalb o'sha hech qayerda biz seza olmaydigan, hattoki sezilmaydigan shabodani ham sezar ekan. Shu darajada sezgir bo'ladiki qalb. Oddiy gapga o'zgaradi qalb. Mana yonimda turgan odamga aytaman. Voy, hojiga juda ham chiroyli odam ekansiz. Ko'rkam, xushro'y, farishtaga o'xshagan, yuzidan nur yo'qadigan odam ekansiz deb bu kishini maqtasam nima bo'ladi? Qayeri o'zgaradi? Birinchi gap qalbiga yetib boradi. Qalb o'zgaradi, ruhiyati yaxshilanadi, kayfiyati yaxshi bo'ladi, ishtahasi ochiladi. Qolgan hammasi qon analizi boshqa jigar, o'pka joyida turibdi, ular o'zgarish olmaydi. Lekin meni oddiy gapim qalbiga ta'sir qildi. Endi bu tarafdagi odamga pishilama o'l. Nimcha sassiqsan, maymunga o'xshaysan, turishingni qara, ahvolingni. Uni so'ksam shuni desam, nima bo'ladi u? Hamma a'zosi joyida, lekin uni qalbiga ta'sir qiladi-da, hali odam kayfiyati tushib ketadi. Ishtahasi bo'g'iladi. Oddiy so'zga qalbning o'zgarishligi. Qalb shunaqangi narsaki, yengil narsa bo'ladi deydi ulamolar. Cho'lda turgan bitta patika o'xshaydi. Shaboda qayoqdan kelsa, uni uchirib ketaveradi. Masalan, oddiy misoli 18-20 ga kirib kelmagan yigitni bir xonaga olib kelsangiz, xonada faqat milliarderlar, biznesmenlar o'tiribdi. Million tudan, million sudadan gaplashyapti. Haligilarning ullarini, pullarini ko'rib, haligi bola o'zi bitta velosipedi ham yo'q. Haligilarga anqayib tomosha qilib o'tirib, bolani qalbida nima o'zgarish bo'ladi? Deydi, men ham bir biznes qilaman deydi. Supermarket, bir mini market bo'lsa ham ochsam edi. Shu akalarimga o'xshab mashina olsam, shularga o'xshab men ham diviziyani qilsam, shunaqa uy solsam deydi. Sirrazi biznesga, pulga, dunyoga bo'lgan muhabbat qalbida paydo bo'ladi. 5 daqiqadan keyin hali yigitni olib turib, narigi xonaga olib ketib qo'ydingiz. Avliyolar, olimlar, qorilar ilmdan gap bo'lyapti. Haligi bola sura Fotihani o'qisa 7 ta xato qiladigan bola haligilarga anqayib eshitib o'tirib nima bo'ladi endi? Narigi xonada biznesmen bo'laman deyotgan bola sirraz bu yoqqa chiqib 5 daqiqadan keyin o'zgarib, bo'ldi, men ham ilm o'qiyman, men ham olim bo'laman, men ham Xudoga muqarrab yaqin bandalardan bo'laman deb qoldi. 5 daqiqada qalbni o'zgarishligi. O'shuning uchun aytadiki, doim puldorlar bilan boylarman yuravermagin deydi. Nimaga? Dunyoga bo'lgan muhabbating oshib ketadi. Boylar uyiga boraversangiz, boylar uyiga ko'raversangiz, borib, o'zingizni uyingiz ham yoqmay qoladi. Bunaqangi yaxshi, hikmatli olimlar bilan birga yurib turgan deydi. Ilm suhbatlarini eshitib turgan, bunga bo'lgan qiziqishing ziyoda bo'ladi deydi. Qalb yana shunday narsaki, hech qayer sezmaydigan og'riqni ham sezadi. Hech qayer sezmaydigan xursandchilikni ham sezadi. Qalb sezadimi? Sezadi. Qalbni sezayotgan narsasini banisalarda, vrachlarda birorta apparat bilib bera olmaydi. Mana inson sevganda qayerdan sevadi? Tovon bilan sevmaydi, oshqozon bilan emas. Qalb bilan sevadi. Qalbi bilan sevadi inson. Va ozorlanganda ham insonning qalbi ozor topadi. Ba'zi bir gaplarni aytganingizda qalbingizga og'ir botadi. Boshsiz doktorga o'zi yiqib qo'ying, qalbingiz katta deydi. Qalbingiz og'riyotganini birorta vrach bilmaydi. Birortadan his qila olmaydi, o'zingiz bilasiz. Ko'ryapsizmi?
Qalb o'zi nima deydi? Qalb yurakmi? Yo'q. Yurak qalb emas. Yurak motor. Gup ishlab qonni aylantirib beradi. Jigarchi, qalb yo'q, u filtr. Oshqozon qalbmi? Yo'q. O'pka qalbmi? Yo'q. Miya qalbmi? Yo'q. Bir kun vrachlardan so'radim. Doktor, meni ham ichimni yorib ko'rgan, 3 marta operatsiya qilganman-da. Onam ko'rmagan joylari siz ko'rgansiz deyman. Onam ham ko'rmagan ichimni. Doktor, tog'am bor, shular ko'rgan men ichimni qanaqaligini. Yuzlab odamlarni Sveta o'chib qoldi. Svetimiz o'chib qoldi. Ha, mayli. Dunyoda svetlarimiz o'chsa ham qabrimizdagi svetimiz o'chmasin. Yuzlab odamlarni yorgansizlar, ko'rgansizlar. Ha, dedi doktor. Shu birorta odamni qalbini ko'rganmisizlar dedim. Desam, yo o'pka, jigar hamma narsasini ko'rganmiz-u, qalb o'zi nima deyapti? O'zlari tortishib oldi. Biri yurak desa, yo yurak qalbmi, biri jigar desa, yo qalb emas deyapti. Sizlar ko'rmagan bo'lsangiz, kim biladi unda qalbni? Qalb bormi insonda? Bor. Qur'onda va hadisda bor deyapti. Uni qaysi a'zo ekanligini hech kim bilmaydi. Lekin eng sezuvchi narsa Alloh taolo aynan ana o'sha qalbimizni baholaydi. Jannatga kimlar kiradi desa, illa man atalloha biqalbin salim degan. Kimga Alloh salomat qalb bergan bo'lsa, shu kiradi jannatga. Alloh insonda aynan qalbini baholaydi. Qiyomat kuni Alloh taolo bizni qalbimizni ko'rib oladi. Qalbimizga qarab baho beradi. Qalblarni qanday baholaydi desa, salomat qalb degani nima desa, u shunday qalbiki, unda maraz, psikoposot, g'iybat, shunga o'xshagan chirkin narsalar bo'lmas ekan unda. Allohning oldiga zo'r saqlab olib borgan u qalbni. Qiyomat kuni Alloh taolo shunday bandalari qalbini baholaydi. Hammani qalbi turadi. Bir kuni Yangi bozorga borib olma olmoqchi bo'ldim. Olmalar turibdi. Nech pul olma desam, 5000 so'mdan tortib 50 000 so'mgacha olma bor ekan. Bu nech pul desam 50 000 dedi. Ha buchi desam bu 5000 deyapti. Bunisi 10 000, 15 000 ketyapti. Olmalar. Xo'p. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Yangi bozorga borib olma olmoqchi bo'ldim. Olmalar 5000 dan tortib 50 000 gacha ekan. Olma sotayotganga aytdi. Men qaraydim. Bu olmaz 5000 ga 5000. Buchi bu 50 000. Buni puliga 10 kilo keladi, 10 kilo keladi. Nimaga bu 50 000 bo'ladi? 5000 ni bermaysizmi desam, yo'q bermayman. Nimaga? Ko'rib tursa olmani farqini deyapti. Men aytdim, yo'q men ham bilib turibman. Axir bu ham olma-ku, nok emas-ku dedim. Ikkovi ham olma-ku baribir. Nimaga farqi bu darajada desam, o qanaqa odam, siz masxarabozmisiz dedi. Ko'rib tursa olmani farqini men bilib turibman, atay so'rayapman buni. Yo'q, siz farqini aytib bering, shuni tushunmayapman. Nimaga bu 50 000 u 5 000 dedim. Desam, akchilardan shunday 5 000 so'mlik olmani oldim. Buni ko'ryapsizmi dedi. Nima bo'pti dedi. O qanaqa odam, ko'zingiz bormi dedi. Qarang dedi. Chirib ketgan yarmi dedi. Do'l tekkan, dog' tushgan dedi. Qiyshayib ketgan, burishib ketgan. Qo'ydi. 50 million olmani oladi, qog'ozga olib qo'yibdi. Ochuvdi. Bitta ignan 3 joylik qora joy yo'qda. Gap yug'magan, taraslab turibdi-da, tiniq turibdi. Deyin yuzim oldi gap kelib, "Mana olmani ko'ryapsiz, mana olma" dedi. Ikkovi ham olma, lekin monondin ahvolini qarang dedi. Mana olmani qudalarga qo'yadigan olma-da bu qoraga dedi. O'shuncha 50 000 da dedi. Ha, bu
toza olmay ekanda, ha dedim, dog'i yo'q dedim. Ha, atay so'radim-da uni. Alloh taolo xuddi shunga o'xshatib insonlar qiyomat kuni qalbini baholaydi. Bir qalblar kelar ekan. Xudo qarab, shu ham qalbmi? Voy, bu qalbini sog' joy qolmadi yo'qmi? Qorayib ketgan, chirib ketgan. Yana bir qalblar bo'lar ekan, top-toza. Shunaqa tiniq saqlagan 70 yil yashab, uni tozalab turgan istig'forlar bilan, tasbihlar bilan. Ana o'sha eng toza qalbga Alloh taolo xaridor bo'ladi-da, shunga beradi jannatni. Hali yarmi chirib ketgan olmaga pul berasizmi? 5000 ham arzimaydi deysiz-da, Alloh taolo xuddi shunaqangi qorayib chirib ketgan, qult bosib ketgan qalblarni bir tiyin bermas ekan, ularni uloqtiringlar qayerga? Do'zaxga deydi. Ana shuning uchun bizni eng qimmat joyimiz ham qalbimiz ekan. Alloh taolo aynan mana shu qalbimizga qaraydi. Qalb nima desa yana aytar, qalb Allohning chamanzori deydi. Mo'minning qalbi Xudoning gulzori deydi. Chunki dunyoda mo'minning qalbida qangi go'zal joy bo'lmaydi. Alloh taolo mo'minning qalbiga qarab rohatlanar ekan. Kim endi shu mo'minning qalbini sindirsa, Alloh taoloning gulzorini, chamanzorini payhon qildi deydi. Xudo rohatlanib turgan narsani buzib qo'yibdi deydi. Alloh taolo hammamizni qalbimizni salomat qilsin. Nikoh to'yi ekan, nikoh haqida bitta oyatni aytib beraman, keyin duo qilamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda eng ko'p gapirgan narsasi qaysi desa, oila haqida gapirgan. Hatto namozdan va ro'zadan ham ko'proq gapirgan oilani Xudo. Nimaga bunaqa desa, oila eng zarur narsa bo'lganligi uchun. Namozxonga ham, benamozga ham oila kerak. Hammada oila bor. O'shuning uchun Alloh taolo bot-bot qayta-qayta gapirgan. Shulardan bitta oyat aytamiz. Alloh taolo bizga er xotin bilan qanday yashashligini juda zo'r tushuntirgan. Astagfirullah va ashiruhunna bil ma'ruf degan. Xotinlar bilan, oilalar bilan ma'ruf bilan, ya'ni go'zallik bilan yashaylar deyapti. Ulamolar aytadiki, nima uchun Alloh taolo go'zallik bilan yashaylar deyapti, ma'ruf bilan yashaylar deyapti. Shu bil ma'rufni o'rniga agar va ashiruhunna bil huquq deb qo'yganda nima bo'ladi? Bil huquq degani ular bilan huquq bilan, ya'ni haqqilari talab qilib huquq bilan yashaylar deganda nima bo'lardi desa, ishoning birorta er xotin bo'lmasdi dunyoda. Hamma oila parokand bo'ladi. Go'zallik bilan yashaylar, huquq bilan emas. Huquq bilan yashab bo'lmaydi. Huquq bilan xotiningiz yonida tursin. Hattoki oshnangiz bilan ham gaplasha olasiz. Hatto o'rtog'ingiz bor, oshnangiz bor. Go'zallik bilan oshnoqayt bo'lsangiz uzoqqa borasiz. Huquq bilan bo'laman siz ikki hafta bo'lish mumkin. Huquq bilan nima? Uni bitta gapini ko'tarmasiz. Siz bitta gapingizni ko'tarmasa, go'zallik uni kechiradi, u kechiradi, bir-biringiz gapingizni ko'tarasiz. Hattoki oshni ham, bir tovoq oshni ham go'zallik bilan yeysiz-da. Agar huquq bilan osh yeyman degan bo'lsangiz bor-ku, qovog'dan soladi. Men hozir hammamizga osh beradi. Osh kelsa, men Ahmad Ali bova bilan birga yeyman. O'rtamizda bitta osh bor. Tovoq. Huquq bilan osh yeyishlar bo'ladi endi. Men aytaman, Ahmad Ali bova, mana osh ikkovimizga aytmaydi. Ikkovimizga soling.
To'xtab, men bu go'shtni sanab beraman. Birinchi ish. To'rtta ekan go'sht. Ikkitasi sizniki, ikkitasi bor. Uchta yemaysiz. Keyin sekinroq oling. Men bitta go'sht ikki marta olyapsiz. Keyin bu Ahmadlar bu qo'lingiz katta ekan. Siz qo'lingiz ko'p yurish keryapti. Men kichkina ekan. Turishni deydi. Menda 120 ta, sizdan 120 ta sanab qo'yaman. Ahmadlar bu mehmon oshingni Havoman boshingga solar, boshingni tutmasin, o'zingdan pul yo'q ol. Sen moshinga beradi. Shunaqa qilib oshing bo'ladimi? Mana shu huquq bilan oshingiz bo'ladi. Go'zallik bilan analarga oling. Go'chki soldingiz bilan oling, olmayapsiz. Mana bu go'zal oshingizda shunaqa qilsa oshing bo'ladi. Endi xotin bilan ham berib oling. Huquq bilan yashaymaning barhamda berib olasiz. Qara, seni vazifang ekan, sen qilasan. Men qilmayman. U seni ishing, bu meni ishim. Uyda er-xotin shunaqa qilib o'tirsa, bu yashamaydi bundalar. To'xta, ayollar ishini sinab qo'yaverasiz, tasvir qilib qo'yaverasiz, go'hida u vaqtiga xuddi deb qo'yaverasiz, uni gapini ko'tarasiz, siz gapingizni ko'taradi. Ana u go'zallik bilan yashashlik bo'ladi. Uchinchi ham Robbim Qur'oni Karimda va ashruhunna bil ma'ruf ayolinglar bilan go'zallik bilan ma'ruf bilan yashanglar. Huquq bilan emas deyapti. Rasul akam sollallohu alayhi vasallam qanaqa yashadi go'zalligini qarang. Oysha onam aytadi. Qachonki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga dedi. Qaysi birimizga ro'para kelsa, albatta bitta kompliment qilardilar. Go'zal so'z. Oysha onamga Humayro deb qo'yardi. Qizil yuzligim. Ko'chada kelayotganda Sofiya onamga uylangan. Sofiya onam. Uylangandan keyin endi sen meni ayolim bo'lding dedi-da, piyoda yurmaysan deb tuyaga chiqardi. Tuyaga chiqarayotganda tuya balandlandi. Ayol kishga noqulay bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qildi? Yugurib borib turib, mana bundoq qilib tizzalarini bukdi. Bittalariga mozil bukdi-da, qo'ldan ushladi. Sofiya onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak tizzalariga oyoqlarini qo'yib turib tuyaga chiqdilar. Xotinining qarshisida tiz cho'kib, zina bo'lib berdilar. Haqiqiy erkak mana ular. Ko'ryapsizmi? Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir hayot bo'lganlarida nima qilardi? Eng zo'r mashinada yurgan bo'lardilar. Ha? Onalarimizdan birlarini solib, bozorda boshiga kelsa, ana Rasululloh keldi deb turamiz. Onamiz orqada o'tiribdi. Nima qilardilar aytaymi? Roldan tushib, aylanib o'tib, onamizning eshiklarini ochib bergan bo'lardilar. Chiqyasa eshigini ochib o'tirganligiga yopib qo'ygan bo'lardilar. Qo'lda sevati bo'lsa, ko'tarib chiqqan bo'lardilar. Mana. Hozir shunaqa qilib ko'rsin. Xotinga eshikni ochib bersa, "Oho, nima deydi? Daman kuzuru" deydi. Ip o'tkizib olib bundan deydi. Lekin boshqasi yo'q. Eshikni ochib bersa, ko'chadagilarga. Mujrim iploslik. Haqiqiy mujrik uydagi ayollariga mardlik qiladi. Mana haqiqiy go'zal yashash. Gohida baqirganlar, boshqalarni erkaliklarni ko'targan Rasululloh sollallohu juda ham ko'ngli keng inson bo'lganlar. Bir kuni Oysha onam o'tirib nima dedi? "Yo Rasululloh" dedi. "Kimni yaxshi ko'rasiz?" "Seni yaxshi ko'raman." "Hammamiz ichida kim yaxshi? Sen hammamiz ichida seni yaxshi ko'raman" dedi. Qolgan kundoshlarni ezib qo'ymoqchi bo'ldi-da. Bo'lmasam dedi. "Hammaning oldida aytasiz shuni" dedi. "Hammaning oldida shuni aytasiz" dedi. "Ha, bo'pti" dedi. Hamma kundoshlarni yig'di. Oysha onam, Hafsa onam bilan Sofiya onamga doim raqobat edilar. Yoshlari 1-2 yosh farqi borda xolos, qolganlar 80 tepasiga kampirlar edi. Hozir desanglar ko'rsatmayman Rasululloh kim yaxshi ko'rishin deb turibdi. Rasululloh alayhisalom xurmo oldida hamma ayollariga
bittadan xurmo berib chiqdi. O'sha bu senga dedi. Birovga bildirma berganimni dedi. Hamma ayollar o'tirganda Oysha onam so'radi. "Ya Rasululloh, kimni yaxshi ko'rasiz?" dedi. Kimni yaxshi ko'rasiz dedi. Kimga xurmo bergan bo'lsam, o'shani yaxshi ko'raman dedi. Hamma ayol xurmoni qo'lda g'ijimlab bir qarab kulyapti. Bu juda zukkoligi. Haqiqiy erkak kishi shunday bo'lish kerak oilada demoqchimiz. Keng bo'lish kerak. Erkak kishi bag'ri keng bo'lishligi kerak. Hamma yaxshilikni birinchi oilasiga qilishlik kerak. Hatto ulamolar aytadiki, ko'chaga chiqib begonalarga $3000 berib olasiz. Katta narsa bu, $3000. Lekin ayolingizga bir kosa suv bersangiz, vodoprovod suvi $3000 bergan bilan teng turadi savobi. Nimaga? Chunki ana o'sha bir kasa vodoprovod suv bilan er-xotin o'rtasidagi mehr muhabbat paydo bo'ladi. Sizga nisbatan muhabbati ziyoda bo'ladi. Erim menga shunchalik mehribon dedi. Alloh taolo hammamizni shunaqangi ma'ruf bilan, go'zallik bilan yashaydiganlardan qilsin. Ilohim ki o'tiramizda ham kelin bilan birgalikda bir-biriga libos bo'lsin. Bir-birini to'ldirib tursin. Yaxshiligini oshiradigan, yomonligini yashiradigan, ikkovlar birgalikda qayna va qaynotalarning xizmatlarini qilib, o'zlariga jannatda vojib qilishlik baxtiga muyassar qilsin. Ilohim bularning zurriyotidan olimlar, hofizi, Qur'onlar chiqsin. Duo qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه
صلوات الله عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض يا فياض إلهي من جميع البلايا والأمراض وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم ilimlerini ziyadet kılın, zürriyatlardan, alimlerden çıkargın. Perverdigarahını ötken, valide-i mehribanlarını rahmetine müşerref kıl. Atalarını uzayla salamat kıl, dua ediyor, malın nasibi rozaylegin. Hamelerimizden, perverdigarahı, zürriyatlarımızdan, kâliler, mullalar, o ameller, Hudayi Teala çıkargın. 2 yoshga ham Xudoy taolo baxt saodat nasib etgan, ularga bosh bo'lib turganlarga rohatini ko'rsatgan. Allohumma solli va sallim